Xuddi L'ga o'xshaydi, oyog'ini bog'lab qo'yamiz. Ko'rdingizmi? Ikkinchi element qanday? Xuddi shu bo'lib ketamiz. Oyog'ini bog'laymiz, boshidan oshirib qo'yamiz. Ko'rdingizmi? Oyoqni bog'laymiz, shapkasini kiysamiz. Ko'chir. Nima qilamiz? Boshimizga ham tepa qayerda yashaydi? Suvda. Xo'p, bu nima? Yo'q, do'mbira. Do'mbirani chalib, baxshilar doston aytadi. Bu nima bo'ladi? Doska. D harfiga kim so'z biladi? Doska. Devor. Doston juda chiroyli. Damas. Biz delfin so'zini bo'g'in ajratamiz. Birinchi bo'g'indami, D harfi ikkinchi bo'g'indami? Yaxshi, kelgisi. Birinchi bo'g'inda do'mbirani bo'g'ga ajratamiz. Uchta, nechinchi bo'g'inda turadi? Fotimaxon hozir xato qildilar. Qizim qanday? Yarim oyni to'ldiramiz. O'qiymiz. Dilla. Yozib bo'ldi, qo'limni uzdim. So'ngra i harfini nuqtasini qo'yib qo'yaman. Birinchi Abdulhakim qisqa so'zimiz dil so'zi bo'ladi. Navbatdagi so'zimizga e'tibor bering. Yana yarim oyni to'ldiramiz. Uzun ilmoqchi o'qidik. Va oxiriga yana bir oson so'zimiz. E'tibor berib turing. Yana yarim oyni to'ldiramiz. O'qidik. Don so'zi. Don nima degani bo'ladi? Qushlarga yoki qushlarga bizga beramiz. Don berilgan qushlarning, parrandalarning nimasi ekan? Ozuqasi ekan. Da. Ha, dada so'zi. Nima degani dada? Dadamiz. Keyingi so'z. Yo'q, bu emas, u D. Juda yaxshi. Danak nima u? Mevalarning ichidan chiqadigan nima? Kichkina urug'lari. Men o'qiymiz. La. Nima bo'ldi qo'shsak? Dala. Dala nima degani? Ekin ekadigan joyni nima deymiz? Dala deb atamiz. Xo'p, yaxshi. Keyingisi. Juda yaxshi. Juda ham chiroyli, barakalloh. Rasmi? Nimani rasmi? Buchi? Yaxshi, buchi? Yo'q, bu bug'doy. O'g'lim, qaysi biri D harfidan boshlanyapti? Daftar, fil, mok va bug'doy. Qaysinisi D harfidan boshlanyapti? Barakalla, demak shuni nima qilayotganmiz? Biz bo'yashimiz kerak. Rasmda turli xil narsalar bor. Shularni ichidan D harfidan boshlanadigan topishing kerak ekan. Bu nima? Gitara emas, bu do'mbira. Bu nima? Nima deyiladi uni? Doira. Bu nima? Nima masalan? Oh, молодец. Bu nima? Do'ppi. Bu nima yana? Nima deysan? Yostiq qaysi harfdan boshlanyapti? Ha, demak u D harfiga kirar ekanmi? Yo'q, bu esa nima? Yotadigan narsamiz. Divan. Demak sizga topshiriq bo'ladi. Hamma D harfidan boshlangan suratlarni oldiga plus ishorasini qo'yasiz. Qara. Bu D harfi. Bu yerda bilmas voy ekanda. D harfini har xil qilib yozib chiqdi. To'g'ri yozganmi? D. Bu to'g'rimi? Bu to'g'rimi? Qaysinisi to'g'ri? E'tibor ber D harfiga. Qaysinisi to'g'ri ekan? Ha, xuddi shunaqa qilib yozish kerak ekan. Qaysi birini to'g'ri yozibdi? Bu B harfiga qo'shimchasi bor. D harfini esa nimasi bor ekan? Orqa tomonidan dualoq qilar ekan. Qaysinisi o'xshar ekan D-ga? Ha, barakalla. Aynan D harfi bilan bir xillarini nima qilar ekanmiz bu yerda? Tagiga chizib belgilab qo'yar ekanmiz, bola.